Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hojibon duo qilganlaridek Alloh taolo barchalarimizni yaratganning rizosi uchun qilayotgan barcha toat, xayrli amallarimizni dargohida qabul qilsin. Nuqsonlar ko'p, xatolar ko'p, o'zi G'ofurur Rahim. Masjidga bosilgan har bir qadam inson musulmon darajasini oshirsa, har bir qadam gunohga ham kaffora deganlar. Xudo xatolarimizni kechirsin. Ilohim umrimizni oxirgi nafasigacha Alloh buyurgan va'bud robbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Robbingga ro'para bo'lguncha Allohga ibodat qilgin degan buyruq bor. Xudo shu buyruqqa amal qilish baxtiga yetgan musulmonlardan bo'lishligimizni barchalarimizga nasib aylasin. Hazrat rahmatullohi alayhining kitoblaridan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Abu Dardo radhiyallohu anhuga qilgan 9 ta nasihatlari to'g'risidagi hadisni o'qiyotgan edik. Inshaalloh 5-nasihatlari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Hazrati Abu Dardo radhiyallohu anhuga ota-onangga itoat qilgin. Agar ular sening bu dunyodan chiqib ketishingga sabab bo'lsa ham ular uchun chiq degan so'zlariga kelgan ekanmiz. Endi shu gapni o'zidan ma'lum bo'ladiki, ota-onaga itoat qilishlikning naqadar buyuk amal ekanligi. Bu nafaqat insonni o'zini bir vijdonan o'ylab qarab qiladigan ishi emas bu. Bu Alloh va Allohning rasulini buyrug'i deb bilishlik. Agar shuni shu e'tiqodda ushlasak, bu amalimiz nafaqat shunchaki ota-onaga yaxshilik, bu hatto ibodat darajasiga ko'tariladigan amal ekanligini bilishligimiz mumkin. Ota-ona insonni, bolani dunyodan chiqib ketishlikka buyurmaydi. Insonni dunyodan chiqib ketishadigan qayer bor? Faqat oxirat bor. Bu dunyodan chiqilgan inson oxiratga ketadi. Bundan boshqa chiqadigan, hatto ota-onang dunyodan chiqib ketishingga sabab bo'lsa ham sen ular uchun chiqqin deyaptilar. Demak, har bir ishda ota-onaga itoat qilishlikka buyurilayotgan bo'lsa, lekin bu yerda istisno bor birodarlar. Bu endi ota-onalar ham bu endi hamma aytgan gapim gap, so'zim so'z bo'lish kerak ekan, hamma buyurganlarimni farzandim bajarishligi kerak ekan degan gapni tagida bir gap borki, bunda faqat Allohga gunoh bo'lmaydigan amallarda tushunish kerak. Chunki oxirgi paytlarda juda ham ko'p murojaat bo'lyapti. Yuzma-yuz ko'proq telefonlar orqali, mana kecha Samarqandda bo'ldik. Bir balog'atga yetgan qiz ekan, shu murojaat qilyapti. Adamlar meni ro'molimni yechishlikka buyuryapti. Yech ro'molingni, ro'mol o'ramagin. Bunaqa kiyim kiymagin deb meni majburlayapti degan murojaat. Bunga o'xshaganlar ko'p, bittasi xolos. Alloh taoloning dinida birodarlar, ota-onani buyurgan vazifasini qilmaslik katta qancha gunoh bo'lsa, ota-onani farzandini tepasida shar'an vojib bo'lgan hukmlarni man qilishlik shuncha gunoh birodarlar. Shuni ota-onalar tushunish kerak. Bu yerda faqatgina gunoh bo'lmagan ishlardagina itoatda har qanday holatda majbur. Lekin aroq olib kelib ber, anoni urib kel, namoz o'qima, roza tutma, rozangni och degan birorta hukmda farzand majbur emas ularni bajarishiga. Xijolatdan bo'lmasin, vijdoni ezilmasin ham bu holatlarda. Faqat uzr so'raydi xolos. Otajon, ming bor uzr, hurmatingiz cheksiz. Men sizni hamma bajargan, buyurganingizni qilaman. Illo bu narsada men sizga itoat etolmayman. Chunki bu ishda itoat qilsam, men Allohning huzurida katta gunohkor bo'laman deb odob bilan uzr so'rasin. Uzr so'raydi. Tushuntiradi. Otam buyuryapti ekan deb uni voz kechib ketilmaydi. Ota-onalar shuni bilishlari kerak. Nimada haqqi bor va qay darajada.
Endi bu ota-onaga itoat qilishlik to'g'risida asosan mana shu kitobni boshidan o'qib kelyapmiz. Bunga juda katta sharh berishlik shart emas. Hali bu to'g'rida yana itoat to'g'risida qancha gaplar, hadislar keladi, xudo xolasa. Keyingisi, ya'ni 6-si ishboshilar bilan mansab talashma. Ishboshilar bilan, rahbarlar bilan mansab talashma. Agar o'sha mansabning egasi sen ekaningga to'liq ishonching komil bo'lsa ham debdilar. Mana hozirgi kunning muammosi qachon muolaja qilinyapti? Necha asr oldin muolaja qilinyapti? Hozirgi hayotimizdagi eng katta dolzarb muammolardan bittasi mana shu. Qayerda qanaqa ish bo'lmasin, qanaqa lavozim bo'lmasin, hamma bir-biri bilan qirpichoq bo'lgan, mansab talashgan. Bu borada nimadan foydalanyapti? Tuhmatdan foydalanyapti. Tuhmat qilinyapti. O'sha bir lavozimda o'tirgan insonning o'rnini egallashlik uchun bu yoqdagi o'sha lavozimga talpinayotgan, intilayotgan, o'sha insonning o'rnida bo'lishlikni orzu qilayotganlar insonlar tuhmatdan foydalanyapti. Qilmagan ishini qildi, ko'rmagan narsasini ko'rdi, olmagan narsasini oldi deb. Shuni bilishlik kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam inson tomonidan sodir etilgan barcha gunohlarni deganlar, ba'zilarini dunyoda ham jazosini oladi, oxiratda albatta oladi, lekin dunyoda ham oladi. Lekin ikkita gunoh bor, uni dunyoda ham oladi, oxiratda ham oladi deganlar. Birinchisi ota-onaga oq bo'lish deganlar. Ota-onaga oq bo'lgan inson bu dunyoda xor bo'ladi. Xor bo'lganlarini ko'ryapmiz. Bu Rasulullohning va'dalari. Chunki hech qanaqa u insonni kelajagida bir boy badavlat bo'lib, bir duogo'y bo'lib, fazilatli bir inson qatoriga hech qachon qo'shmaydi Xudoy taolo. Ota-onaga oq bo'lganligi uchun. Shuning uchun bugun ota-onaga qarshi chiqayotgan, bugun ota-onasini qariyalar uyiga olib borib qo'yganlar hali ham kech emas. Har joyda aytaman, hali ham kech emas. Qaytar ota-onangni olib kel. Sani shu ahvolga solgan xotin topiladi. Lekin ota-onang topilmaydi. Xotinga oq bo'lgan inson do'zaxiy degan gap yo'q. Ota-onaga oq bo'lgan inson do'zaxiy degan gap bor. Agar xotin kishining oldida erni hurmati bo'lganda, o'sha erni boqqan ota-onani hurmat qilardi. Men buni aytayotganligim, ko'p oilaviy mojarolarda shu ota bilan farzand o'rtasidagi muammolarda o'rtada xotin turibdi. Shuning uchun aytayapman bu narsani. Ikkinchisi birovga tuhmat qilishlik deganlar. Bir inson bir insonga tuhmat qildi. Qilmagan narsasini qildi deyapti. Shuni isbotlash uchun undan foydalanyapti, bundan foydalanyapti. Endi boringki u gapga ustaroq yoki bir sharmandaroq, xullas o'zini nayrangini o'tkazdi. Shuni sababidan bir beayb inson aybdor bo'ldi, ishdan bo'shatilib ketdi yoki boshiga bir sinovlar keldi yoki oilasining ustiga bir mazg'ava ag'darildi deylik masalan. Shuni sababidan oilasi buzilib ketdi, turmush buzildi, qizi qaytib keldi yoki kelin ketib qoldi. Ovora bo'lmasin, buni jazosini albatta ko'radi. Rasulullohning va'dalari shu. Tuhmat qilgan inson dunyodayoq azobini, o'sha qilgan tuhmatini jazosini ko'rmasdan dunyodan o'tmaydi. Endi hozirgi kunda yana o'sha lavozim egallash uchun odamlar nima deyapti? Haligi podstavkani nima deydi? Uyushtirish deydimi, nima deydi? Bir pora berish, shuni bir qanaqadir pora olayotganda yoki pora berayotganda huquq tartibot xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi deyapti. Demak, bu uyushtirilgan bu. Bu qayerdan biladi u? Masalan, uni qayerdan uyushtirilgan bu? Ochiq, oydin, palon paytda palon joyga boraman, palon keladi, shuncha pul so'ragan, mendan berayotgan kabinetga okey. Shunaqa qilib egallar. Rasululloh shundan qaytaryaptilar. Lavozimdagi inson bilan lavozim, mansab talashmagan, garchi ana shu mansabni egasi bo'lishligingga ko'zing yetsa ham deyaptilar. Yana ko'p holatlarda ko'p insonlardan eshitganmiz, bir lavozimda qo'lida imkoniyati bor inson bir insonni yaqin deb bilib o'zini ishxonasiga olib kelgan, keyin sekin-sekin imkoniyat berib pog'onasi oshyapti, darajaga oshyapti. Oddiy ishchidan brigadirdan yana bir baloga, keyin ish boshqaruvchilikka o'tib, keyin o'sha joyga yetgandan keyin boyagi ishga sababchi bo'lgan insonga qanaqadir fitnalar qilganlarini,
yoki ahli ilm ustozlarimizdan ham, birodar domlalardan ham eshitganmiz. Mana shu insonni haligi rahmi keladigan darajadagi bir holatga tushuntirish uchun bitta ifoda ishlatadi. Eski kaloshim bilan olib kelgan edim, masjidga noyib qilib olib kelgan edim. O'zi menga tuhmat qilib, meni ishdan ketishimga sabab bo'lganlarni ham ko'p eshitganmiz. Rasululloh shundan qaytaryaptilar, birodarlar. Boyagi pora berishlikda yoki pora olishlikda tuhmat qilayotgan, podstavka qilayotganlarmi yoki boshqami? Albatta buni jazosi bor. Bu jazodan qochib qutulinmaydi. Pora olayotganlar ham. Pora kecha yo bugundan paydo bo'lgan narsa emas bu, birodarlar. Pora azaldan insoniyat borki kelyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lganlaridan keyin Makka mushriklari Abu Jahl, Abu Lahablar kelib, Abu Tolib amakilarning oldilari kelib nima dedilar? Ey Abu Tolib jiyaning Muhammadga aytgan, bu yo'ldan qaytsin dedi. Bu da'vodan qaytsin dedi. Bizlarning ishimizga ixtilof solmasin, dushmanchilik solmasin. Ota bobolarimizdan kelayotgan dinimizdan voz kechishlikka, ota bobolarimiz ibodat qilgan mana bu haykallarni haqoratlamasin. Agar shu ishdan maqsadi bir boylik orttirmoqchi bo'lsa, biz hammamiz butun Makkani boylari pul yig'ib eng badavlat insonga aylantirib qo'yaylik dedi. Agar lavozimni bir Makka hokimligini istayotgan bo'lsa, biza Muhammadni Makkaga hokim qilib qo'yaylik dedi. Agar shu maqsaddan bir chiroyli bir xotinlarga erlik qilmoqchi bo'lsa, butun Makkani chiroyli qizlarni yig'ib nikohlab beraylik dedi. Nechta takliflarni qilgani tarixda bilasizlar. Abu Tolib bobomiz aytdilar shu narsalarni. Nima dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam? Agar meni o'ng qo'limga quyoshni, chap qo'limga oyni berganda ham men bu yo'limdan qaytmayman dedilar. Ular nima taklif qildi? Pora taklif qildi. O'sha taklif qilinayotgan narsalar hozir o'sha poraxo'rlar tomonidan naqd olayotgan narsani taklif qildi. Rasulullohga taklif qildi. Agar bular najot topadi, hozir poraxo'rlar najot topar edi qachon? Agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha mushriklarni bergan narsasini qabul qilganda bular najot topardi. Rasululloh qabul qilganlarmi? Hozir poraxo'rlarga najot yo'q, dunyoda kim bo'lishidan qat'iy najot yo'q. Shuning uchun payg'ambarimiz pora berguvchi ham, pora olguvchi ham do'zaxiydir dedilar. Hijrat boshlandi. Hijrat. Birinchi qayerga hijrat bo'ldi? Habashistonga hijrat bo'ldi, Efiopiyaga hijrat bo'ldi. Ularni ketidan mushriklar o'zlarini vakillarini jo'natdi. Ularni qaytarib kelishlik uchun. Qarang, o'zini joyida, o'zini uyida kun bermadi, ibodat qilishga ruxsat qilmadi, xotirjam Qur'on o'rganishlikka imkon bermadi. Endi shu dinini, iymonini olib qochishlik uchun boshqa mamlakatga, Habashistonga boruvdi. O'shanda ham hasad qilib ketidan Amr ibn Os unda iymon keltirmaganlar shu kishini yubordilar. Habashistonni podshosini o'rtog'i edi. Ular nima olib sandiq tillolar, o'sha Habash podshohiga yoqadigan matolar, har xil narsalar pora qilib olib bordi. O'rtada munozara bo'ldi. Qani nima gap, nima bo'lyapti? Sal qolganda o'sha yerda nohaqlikka sahobiylar uchrashiga Ja'far roziyallohu anhu boshliq sahobiy sal qolgan, ana uni Amr ibn Osni gapga ustozmonligi, so'zmonligi sababdan ozgina qolgan tuhmat haligi qaytarilishiga. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Habashga boringlar, Habashning podshohi o'ta adolatli inson degani uchun sizga keldi. Shu bilan oyatlardan savol bo'ldi, din o'rtasidagi masalalar nisbat qilindi. Oxiri ol dedi. Olmana olaring dedi. Birortasini olmayman dedi. Chunki Alloh taborak va taolo meni podshoh qilayotganda mendan pora so'ramagan edi degan. Shu inson, demak, pora olmaslik uchun nima kerak inson? Iymon kerak. Iymon bo'lsa bo'ldi. Boshqa hech narsa talab qilinmaydi undan. Iymon to'sadi bundan. Mana shunda o'sha lavozimga intilayotgan insonlar, o'sha lavozimdagi insonlarni bir fitna yoki boshiga tuhmat qilishlik uchun xatti harakat qilayotgan insonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonidan o'ta qaytarilgan amal ekanligini bilish kerak. Mana shu agar lavozimga dagi inson bilan mansab talashmagan,
garchi o'sha lavozimni egasi bo'lishligingga haqli bo'lsang ham, ko'zing yetsa ham degan bir so'z bo'lganda hozir tasavvur qiling. Qancha odamlar hozir tuhmatga uchramaydi. Hatto qamoqda o'tirganlari borda, qamalib chiqqanlari bor buni bor. Nimadan? Tuhmatdan. Olmagan narsasini oldi degan. Alloh taolo hammalarimizni mana shu dinimiz yo'lida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonidan aytilgan barcha masalalar bu muhim, bu shunchaki o'qib eshitilib ketiladigan narsa emas. Agarda buni o'sha sahobiylar singari hayotga tatbiq qilinganda edi, sahobiylar amal qilgandek agar bizlarda ham amal bo'lganda edi, hayotimiz tamomila boshqacha bo'lgan bo'lardi. Tamomila boshqacha bo'lgan bo'lardi. Endi hozir mana eng yomon bir narsalar o'sha ahli ilmlar o'rtasidagi bahs, munozara, hatto bir-birlarini kufrda ayblash, bir-birini munofiqlikda, dinsizlik, bu islom ummatini ichdan chirishligi bu. Islom ummatiga tushgan bu qurt birodarlar. Bitta narsaga e'tibor qilaman-da men. Vaqtim bo'lsa shu televizorda hayvonot olamini ko'raman. Faqat hayvonot, shu Afrikani ko'rsatadigan kanal bor. Juda ibratli narsalar juda ko'pda. Agar aql bilan, xushyorlik bilan juda ibratli narsa. Bitta narsaga e'tibor qilganim, masalan, ikkita kiyik erkagi yoki ikkita haligi tog' takalari urushyapti. Bir-biri bilan haligi juftini qizg'onib urushyapti. Hech qayerga qaramas ekan. Butun diqqat e'tibor shu bir raqibiga qaratilgan paytga. Mana shu payt o'sha sher, shunga o'xshagan yirtqich hayvonlarni o'sha urushib turgan kiyik yoki bir narsani ovlashlikning eng oson vaqti ashit ekan. Uncha mehnat sarf qilmas ekan. O'zi bilan o'zi bo'lib turganda, o'zi bilan ovora bo'lib turganda, bu yerdan shunda tashab bosib o'ldirib qo'ya qolar ekan. Nima deyim? Hozir o'sha din dushmanlari islom ummatini, ahli ilmlarni bir-biriga qayrab qo'yib, bir-birini urushtirib qo'yib, butun bu yerdagilarni chalg'itib turib, mana o'sha Falastinga o'xshagan musulmonlarga, Falastin musulmonlar boshiga har qancha balolarni yog'diryapti-da. Biz bu yerda o'zimiz bilan o'zimiz nima talashyapti bular? Lavozimmi? Muftiylikni talashyaptimi? Nimani? Shayxlikni talashyapti. Nima kerak? Qayerda bahsdan inson manfaat topgan? Qayerda bor manfaat? Qani ayting. Mayli bir inson g'olib bo'ldi, ikkinchi inson mag'lub bo'ldi. Mag'lubligini tan ham oldi deylik. Tan oldi, bo'ldi, men sizga yutqizdim dedi. Allohga qasam, qalbini bir burchagida baribir adovat qoladi. Dushmanchi bir kun payt poylab yuradi. Bir kun uni tuzlayman deydi, bir kun uni ko'rsataman deydi. Mana buni adovatni, bir-biriga kelishmovchilikning samarasi. Endi men bu yerdagilarga bular qo'l kelyapti. Men bu yerda Xudoni tanimagan, namoz o'qimagan, aroqqa berilingan, ko'chada maza qilib yurganlarga bu qo'l kelyapti. Mana bumi deyapti. Ahli ilmlarning ahvoli bumi? Bunaqa yurgandan ko'ra biza ichib olib bo'lsa ham birovga jim zarar bermay yurganimiz yaxshi emasmi deyapti. Unda bir-birini so'kkandan ko'ra deyapti. Mana bunday e'tirozlarga sabab bo'lyapti. Shundan musulmon vaqtasimu bihablillahi, Allohning ipini mahkam ushlanglar degan. Sahobiylar davrida bu darajada milliardlar musulmon bo'lmagan, 1,5 milliard, 2 milliard musulmon bo'lmagan, sanoqli musulmon, boring 100 ming, boring 150 ming sahobiy bo'lgandir. 50 ming, 30 ming bo'lgan, lekin dunyoni titratgan, dunyoni tishi yo'qtirib yuborgan. Nega? Ular jips edi. Bir-birini o'rtasida oqibat bor edi. Bir-birini Xudo uchun sevishardi. Bir-birini Xudo uchun hurmat qilishardi. Ana shuning uchun ham ular zamoni saodat deb atalgan. Butun johiliyat ishlarini hammasini arzamagan 23 yil davomida butun dunyoni o'zgartirib yubordi ular. Johiliyatda qanaqa odatlar bordi bo'lmasa? Nima bilan? Birdamlik bilan. Tog' o'rtamizda o'sha birdamlik bo'lmasa ekan, ikkita musulmon o'rtasida faqat iymonan hamrohlik bo'lmasa ekan, bir-birimizga nisbatan qalbimizda adovat turaveradi. Shayton bundan foydalanib turaveradi. Vaqti kelishi bilan darrov bir-birimizga shunda teskari qilib qo'yaveradi. Ana shu bizlarning mag'lubiyatimiz ana shu yerda. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Ya robbil alamin. Robbimiz bitta sensan. Parvardigor, biz seni bandangmiz. Ko'z ochib yurguncha muddatda o'z holimizga tashlab qo'ymagin.
nafsimizga tashlab qo'ymagin, shaytonga tashlab qo'ymagin. Allohim iymonimizni san berding, iymonimizni basalomat qilgin. Dargohingga olib boradigan musulmonlar qatorida bo'laylik. Taqvo bergin, odob bergin, husn-u xulq bergin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning xulqlari haqida Hazrati Oysha onamdan so'raganlarida Sura-i Mu'minunni 10 oyatini o'qigan ekanlar. Hazrati Oysha onam mana shu oyatda kelgan xulq Rasulullohning xulqlari edi degan ekanlar. Xudoyo shu xulqlardan bizlarga ham nasib qilgin, odob bergin, tavozilikni bergin, kamtarlikni bergin. Allohim manmanlikdan asragin, kibrdan asragin, chunki bu faqat shaytonni xursand qiladigan illatlar. Xudoyo xatolar ko'p, tavba qildik, gunohlarimizni kechirgin. Yaxshi amallarni oldimizda maqsad qilib qo'yganmiz. Xudoyo ana shu yaxshi maqsadlarga yetishligimizda faqat o'zing madadkor bo'lgin, o'zing hamkor, o'zing homiy bo'lgin. Ota-onalarimizni o'tganlarini rahmat qilgin. Yonimizda abadiy qo'nim topgan mana qabristonda yotgan qancha mo'min, mu'mina, muslimalar bor. Shu mahalladan duo talabida, jamoatimizdan istig'for talabida turgan marhum va marhumalarni barchalarini rahmat va mag'firat qilib oxiratlarini obod aylab, biz xoli hayot bandalaringni faqat Qur'on hidoyatiga boshlagin. Xudoyo ibodatingda doim, zikringda qoyim qilgin. Allohim duolarimizni har doim ijobat qilinadigan duolardan qilgin. Allohim ota-onalarimizni bemorlariga shifoi karam bergin. Xudoyo dunyodagi musulmon bandalaringga nusrat, dinini nusratini berib musulmon bandalaringga omad bergin. Mushkuli borlarni mushkulini oson, hojati borlarni hojatini ravo aylagaysan. Jamoatimizni Xudoyo bu zulmat kechalarda bayting sari kelib, bu baytingda san uchun ibodat qildik. Qiyomatni zulmatlaridan, qabrni zulmatlardan o'zing asragin. Pilsirotdan chaqmoqni singari o'tadigan musulmon bandalaring qatorida bo'lib, jamolingni birga ko'rishlikda qatordan xato qilmagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.